alla aytay jonim bolam. Aya, Molga o'xshamay kir. Ukang uxlayapti. Alla. men o'qishga ketyapman, aya. Alla qilib ayt. Ukang uyg'onadi. Beparosat alla. Ichingdan gamash kiydingmi? Ikkita gamash kiydim, aya. Olib tali qilmasdan boshingayam kiy alla. Boshim soqotmaydi, voliday muhtaram onam. Bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Boshingga kiy alla. Hop, Allah. Mana yo'l kirenga. Abetam qilasan alla. Baxti davlat, boshimdagi toj. Paxta qo'ymay, yo'qol darsinga. Ha, it maki. O'lim desa suriling-da, gap bor. Dada. Mana o'g'il bolasizda. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayesh chekyaptimi ekan? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bolasiz, tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini Yo'q, men mujib bo'layapman. To'g'risini. Yo'q, unaqa. Chekmayapsizmi? Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigareta. Qirsilatmasan cheki, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Ya, men qirsilatmasan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. M'appelle le temps, ça me sac blabla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop. Ey bola. Ey bola. Ey. Dada. Qulog'ingga qo'yag'i, narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr, dada. O'g'lim buni qulog'imi tagida poqillating. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Xo'p. Nima asabimga o'ynab, paqillab, chapillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr, dada, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, jit qilib. Mana yoqqa qarayon boshla, asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xaladayliga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Parasoti yo'q, traktorga ham signalizatsiya qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman barsaga o'xshab. Parasotni ishlatib, mana uni taqrimenda titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Ya, bo'pti, ertaga olib ketaman. Kriyuga yeb qo'ymaydi uydagilarim. Ya, bo'pti, ertaga olib ketaman. Salom ayt. Kimga salom aytdi? Otaginam! Voy bo'lmasa. Assalomu alaykum, otaginam. Atamasga qilma, atamasga qilma. Assalomu alaykum, onaginam. Onajonim, voliday muhtaram, tinchmisiz? Qo'l tashab qo'ying. Yo, buni choyda iching, choyda. Voy. Peladan iching, pelaga quyib qo'ydi. To'rimiz kuyovimiz bor-da. Kuyovim ketdi-da, bitta osh qo'yaringlar, qorin mari bordimi? Xudoga shukr. Ayoz katta. Qalaysiz, jiyan, yaxshimisiz? Zo'r. Necha sinfda o'qiyapsiz? 3. 3. Bolalardan nechta? Hayajonlanmang, bochcha. Choy achchiq bo'pti-da. Oli. Ayol sasiyaptimi, dada? Boring, yuvib keling. Uzr.
to'xtang. Yumay, iloji bo'lsa qaynating. Dovdiramay yo'lab. Nima baqiraverasiz? Bolalarni oldida ham so'kinaverasizmi? Og'zingizda shoda kirib boda chiqadi. 3 oldingizmi o'g'il bola? 3 meniki emas, dada. Mana 3 momayiznikidan paydo bo'lib qoldimi? Porosat yo'q, dadam uxlayapti ham demaydi bu kallangga. Dadasi ertaga o'g'lingizni uylantiramiz. Mol. Ertaga uylantirganimizdan keyin ham kelin olti shunaqa so'kinib o'tirasizmi? Canım seni juda sog'indim. Yuzlaringni Beporosat meni oyog'im ushayapsa, mol. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Futbol o'yin yashang. Futbol ko'raveramizmi? Qodirxon ko'raylik. Dinayna. Patsa. Dada, ayam bilan akam molga ko'p o't beribdi, bo'kib qolibdi. Kelin ana ikkita bodamni qulog'ingizga tiqib nariyxonaga chiqib turing-da. Nimaga dada? Kelin, eningiz bilan ayingiz uyda tinch o'tiribdi-da. Ular tinch o'tirishaversin-a. Men ularda gapim bor. Chiqib turing indamay. Quloqni bekitamiz-a kelin. Rosa to'lib turadi kelin borligida, ayta olmayapti rodimi? Tayyorlaninglar endi. Og'zing bo'ldi jahon mulkida paydo. Ish o'qib farizat. Yaxshimisiz? Dada yaxshi keldingiz. Rahmat. Kuyov qani? Xotin Shohruxxon, Zuratchu va Metchil. Chand jalne laga. Voy shu uyalchang kuyovimizmi? Biz oldimizda ekanda, dami chiqmay o'tirar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sht ham olmaysizlar, ha? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mlik tosh olmani nima qo'yga beramanmi? Men qaraysiz, oyog'ingizga mana uni kiyib oling bahillarni. Nimaga? Oyog'i sasiydi-da, men. Kuyov bola, uyingizga kelgandan keyin televizor ko'rmasdan gaplashib o'tiraylik. Men musor to'kib kelay. Mana qara shu uyatchan eringga Xonsaroyi Shirin hayot loyihasi sotuvga chiqqan ekan. Uy olib bermoqchi edim. Ona shunday masaj qilib yuboring oyog'ida. Hay bo'lmasa. Qilib oling. Dada shunday musullar to'planib qolgan to'kib keling. Manmi? Onamni chiqarmasangiz kerak, farosatni ishlating. Siz ham qattiq qiling. Ali aka, oyim hamshira bo'lganlar, o'zlari qo'l qilib qo'yar ekanlar. Ha? Ona unaqa qilmang, uyalaman. Orqangizni oching, kuyov bola, orqangizni oching. Uyalaman, unaqa qilmang. Yo'q, tuzalib ketaman, unaqa qilmang. Kuyov kasal bo'lib qoldingizmi? Ha, jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Ha? Shunday dumada urib yuboring. Porosati yo'q, chapillamay. Qo'yam ovoz chiqarmay yeydi mana qilib. Mol. Yo qo'yni qo'ltig'i men unga chapillamay yeydi, siz sho'rillatib ichasanmi? Mana shunaqa tovushlarga asabim dosh bermaydi-da. Hozir ash qushni og'ziga chertaman. Asablarim dosh bermaydi, huquqlamay o'la xoram. Qaytiriqlayapti, asabim dosh bermaydi. Bilmadik dada. Yana tiriqlayapti-da. Yana asabimga margat qilyapti-da. Hozir ashtiriqlagan joyda ushlab olsam, ambulatoriyaga admin qilaman. Qaytiriqlayapsan. Asabim dosh bermaydi, qaytiriqlayapsan. Qo'yog'imga asabimga o'ynayapsanmi? Hozir daqa tepaman men seni. Salaydan ikki chekim nosab chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat sollo. O'lli. Buyini Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? $20,000 topishlari kerak, $18,000 menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga $20,000. Siz Jennifer Lopez'da to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dada senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'rga qol.
Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim.Опрощение. Mahalla nima bo'lyapti? Urushmay. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'q al. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Asıdırcan. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? Ha, o'zidan so'ray. Nima Aguero'ni o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor Puturga bordingmi? Uyalaman neraysiz bu? Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'rolmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balan bitta ko'rib qo'ying, Fitfilonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsanmi bo'lmasa? Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling. Ambulatoriyaga admin kuyim keladi. Ya tonda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deymanda. Qattuye. O'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qisilab chekadiganlar bor, shunaqadan cheking. Ha. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'ldim. Bunday qarasam, quyib qo'yganda sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor. Mana Vazelin kalish, ya'ni Vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsak, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasin o'g'il bola. Qo'rqitordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Malchishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tututagida itti rasmi-dechi? Tututagida itti rasmi. Ha, ketdik. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Mosusremay, o'la, vish qilmasdan ayog'ingni ko'tarib yur. Mol. Atay qilyapsan-da, asabimga o'ynab. Maka! Sho'rlatmay qo'y, mol. Ko'pirib ketganini qara. Bolalarni oldida so'kinavermang. Ishlatish kerak-da, mana uni ko'tarib yuravermasdan. Men. Chiroyli ber. Men. Deb palosatingga paytava tiriqlatib ichidan nima qidiryapsan? Nima qidiradi? Go'sht qidiryapti-da. Qo'ydi qo'ltig'i. Chimchiqmisan sen? G'ichirama, sabim dosh bermaydi, g'ichirama. Mo'ylash kerak-da, g'ichillamaslik uchun. Tiriq ketsa ontar-to'ntar qiladi. O'zi uxlaganda xurragi olami buzadi. Mingillamay o'la. To'g'ri qol nariyoqqa chiqib yot. Yashamayli ekanda. Shu Qodirxonam tugamadi. O'g'il bola? Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana. Ding. Qulog'imni tagiga tiriqlatasan, borlar taraqlat. Popinjon. Popinjon. Qurtlaringiz lezinga o'ynayaptimi ichkarida mana? Qilasiz, ha? Yo'q. G'ichiratma, sabim dosh bermaydi. Bor yo'q, qarang, yozga kirib yo'q.
o'g'il bola sizni jicha xafa qilib qo'yyapman. Xafa bo'lgan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Rostdan. Ha, faqat chapillamaysan, yur tez-tez. Ata siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ingni ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Ukajonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shimlar shalvarlar narxi 99 ming so'm. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabini qo'ylab. Bret Rose do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tishlikmi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hirosima dasaloyini o'tkazmaganmi? Aka, pulli ovoz asabingizni sal o'ynab qo'ymadim. Yo, pulni ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'xtang, meni bitta sani.